Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bilishingiz mumkinki, dunyoning turli joylaridagi musulmon birodarlarimiz singari G'azoga qarshi urush to'xtagandek ko'rinsa-da, aslida u hanuz to'liq yakunlangani yo'q. Biz chodirlarda yashayotgan aholi sifatida, ayniqsa og'ir ob-havo sharoitlarida katta aziyat chekmoqdamiz. Shu bois sizlarni ushbu yerda mustahkam turishimiz va sabr toqatimizni yanada kuchaytirish yo'lida yordam qo'lini davom ettirishga chorlaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: bandasi birodariga yordam berib turgan ekan, Alloh ham o'sha bandasiga yordam beradi. Yana hadisda, kim bir mu'minning dunyodagi tashvishlardan birini yengillashtirsa, Alloh qiyomat kuni uning tashvishlaridan birini yengillashtiradi deb marhamat qilingan. Allohni guvoh qilib aytamizki, sizlar o'zbek birodarlarimiz bosqin boshlagandan kundan to bugungi kungacha bizni yolg'iz qoldirmadingiz. Shu bois sizlarga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ajr savobingizni yozsin. Davom etinglar. Alloh sizlarni barakali qilsin. Olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd va sano bo'lsin.